Biz ertalab soat 5 da turamiz. Nimaga? Chunki soat 5 da sizlarda Toshkentda 9 bo'ladi. Hamma kelgan xabarlarga javob beramiz, butun jamoaga reja beramiz. Keyin 7:30 da mana shunaqa markazlarga kelib, o'simliklar tanlaymiz. Tasavvur qilinglar. Shuncha archalarning ichida qanaqa kislorod bo'lishi mumkin? Shundoq hid, свежесть, прям tog'ni hidi, o'rmonlarning hidi. Shuning uchun yaxshi ko'raman shunaqa joylarda vaqtimni, kunlarimni o'tkazishga. Ko'pincha qarimanda tadbirkorlar qayoqda o'zi bilgan, bilmagan ishlarini boshlaydi. Bu narsa tez joniga tegib qoladi. Lekin mani jonimga o'zimni soham tegmagan. Allohim shunchalik meni baxtli qilganki, boshidan o'zi gulchiligiga, shogirdligiga tushganman va men shu izni ketidan ketganman. Shu kasbni yaxshi ko'rib qolganman. Shuning uchun ham bu kasbimda qanchalik qiyinchiliklar bo'lmasa, men umuman charchamayman. Shuning uchun ko'p tadbirkorlarga tavsiya qilaman, bir ish boshlashingizdan oldin aniq-taniq biling. U kasb yoki o'sha mahsulot siz ishlamoqchi bo'lganingiz aynan sizga yoqadimi, ertaga me'dangizga tegmaydimi deb aniq yo'nalishinglarni tanlasanglar, ming karra qiyinchilik yetishsanglar ham taslim bo'lmaysizlar. Agar bugungi kunda sizni yo'nalishingiz yoki kasbingiz yoki biznesingiz asabingizga tegib charchatayotgan bo'lsa, unda uni o'zgartiringlar. Yaxshi ko'radigan ishinglarni topinglar. Ana shunda hammasi besh bo'ladi.